Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzға sunuşdurışımız qənəmsizdə qıtanlar ekranımız olsun. Xitay Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti bu yıllık nazarat qilish ahvolini e'lon qildi. 25 aprel Xitay Reviziya Komiteti organ to'rida oshkorlanishicha, Xitay Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti 2020 yılı 1 faslda jami 93 ming kadrni jazolagan. Xabarda 2020 yılı 1 faslda Xitay İntizam Təkşürüş Reviziya organlarining jami 620 ming qatim arziyat pash qilish xatini qabul qilib, 104 ming delo turg'izganligi, 93 ming kishini jazolaganligi, buning ichida o'lka boshlig'i ministr darajali kadrdan 10 kishi, nozir idora boshlig'i darajali kadrdan 691 kishi borligi, boshqarma boshlig'i darajali 4 ming kadrning borligi, yezi boshlig'i bo'lim boshlig'i darajali 14 ming kadr va 15 ming odatdagi kadr borligi, yezi korxona qatorliq o'rinlardagi kishilarning 60 ming ekanligi bildirilgan. Ammo jazolanganlarning kimlar ekanligi oshkorlanmagan. Xitay elchisi mustaqil tekshirishga yo'l qo'ymaydiganligini bildirdi. Yaqindan beri xalqarada Xitay virusini aniqlab chiqish uchun Xitoyga mustaqil tekshirish guruhi avatish haqidagi sadolar kuchayishga boshlagan bo'lib, Xitoyning Angliyada turishliq elchisi Chunwen buning mumkin emasligini bildirgan. BBC to'rining xabarida bildirilishicha, Avstraliya bosh ministri Morrison oldingi payshanba bu haqda to'xtalib, kelar oyda o'tkaziladigan Dunyo sahiyat tashkilotining yillik yig'inida Xitoyga mustaqil tekshirish hay'ati avatishni talab qiladiganligini bildirgan. Chunwen buningga ifoda bildirib, bu xil talablarga siyosiy g'araz yoshiringanligini, shundaqli Xitoyning yuqumga qarshi xizmatiga daxlisi bo'ladiganligini, Xitoyning buningga ruxsat qilmaydiganligini bildirgan. Xitoy virusining manbasi haqidagi gumonlardan sirt, Xitoy doiralarining yuqumga aloqador sonliq ma'lumotlarni yushirganligi, yana kelib Amerika va Yevropa davlatlarining fuqarolariga yolg'on uchur tarqatib, vaziyatni qalaymaqon qilganligi xalqaro jamiyatda Xitoyga bo'lgan norozilikni kuchaytirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Angliya Xitoyning yuqumga aloqador ma'lumotlarni yushirganligini sabab qilib, oldingi payshanbadan tortib yuqum ahvoli statistika jadvalidan Xitoyni chiqarib o'tgan. Amerika palata a'zosi Xitoy Amerikadagi o'lganlarning javobgarligini ustiga elishi kerak dedi. Fox xabari kanalining 26 apreldagi xabarida bildirilishicha, Amerika palata a'zosi Lindsey Graham Xitoyning virus sababidan Amerikada o'lgan 53 ming kishiga javobgar ekanligini ta'kidladi. Lindsey Graham Fox xabarlari kanalida bayonot e'lon qilib, Amerikada Xitoy virusi sababli 53 ming kishining qazo qilganligini va 26 million kishining ishsiz qolganligini, Xitoyning buningga javobgar ekanligini, agar Xitoy hozirgi pozitsiyasini davomlashtirsa, Xitoyga qaratilgan embargolarni texmo ko'paytirish kerakligini ta'kidlagan. Lindsey Graham yana Xitoyning Wuhandagi tajribaxonalarining xalqaroning mustaqil tekshirishiga hamkorlashishi kerakligini, virusning manbasi deb ko'rsatilayotgan Wuhandagi shaparang maymun va boshqa g'alati hayvonlar sotiladigan bozorlarning mo taqilishi lozimligini ta'kidladi. Virusning Xitoy tarafidan maqsadlik tarqatilganligi haqidagi yangi faktlar oshkorlandi. Sabah xabarlari to'rining 26 apreldagi xabarda bildirilishicha, dunyo xarakterlik vahima paydo qilgan virusning Xitoy tajribaxonasidan tarqalganligi haqida yana yangi faktlar oshkorlangan. Xitoy virusining manbasi haqida har xil qarashlar o'tirg'i qo'yilayotgan bir paytda, Dunyo sahiyat tashkiloti, Gates fondi jamiyati va Amerika sahiyat ministrligiga tabe 25 ming elxat o'g'irlangan bo'lib, bu elxatlar virusning Wuhandagi tajribaxonadan tarqalib ketganligini ilgari surgan. Xabarda Dunyo sahiyat tashkiloti, Gates fondi jamiyati va Amerika sahiyat ministrligi NIH ga tabe 25 ming elxat o'g'irlangandan keyin, bu elxatlarning virusning Wuhandagi tajribaxonadan maqsadlik tarqatilganligi to'g'risidagi qarashlarni texmo kuchaytirganligi. Mazkur hujjatlarning birida xalqarada talash tartish qilinayotgan tajribaxonada ishlagan doktor Shi Jingliga oid suratlar oshkorlanib, virusni Xitoyning maqsadlik tarqatganligi haqidagi talash tartishni qayta kun tartibga keltirganligi. Bu suratlarning 2019 yili 19 oktyabr tarqatilganligi bildirilgan. Suratlarda ma'lum bo'lishicha, Shi Jingli Wuhan davlatlik biologiya bexatarligi tajribaxonasiga qarab ketib o'tib, dengiz mahsulotlari bozoriga kirgan va qo'lidagi xaltini reshotkaga esib qo'ygan.
Shijingni ziyorat qilgan bozorning dunyodagi eng chong yuqori sur'atlik poyezd liniyasi bilan bir liniyaga joylashganligi va havo almashishining bu liniyaga bevosita ta'sir qildiganligi ilgari surilgan. Shvetsiya davolamagan Turkiya fuqarosi maxsus aeroplan bilan Turkiyaga qaytarib kelindi. Shvetsiyada yashaydigan va virus payqalgan turug'liq davolash rad qilingan tegi turk Shvetsiya fuqarosi farzandlari bilan birlikda maxsus aeroplan bilan Turkiyaga qaytarib kelindi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Shvetsiyaning Malmo shahrida yashaydigan va Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi aniqlangan turug'liq davolamasdan uyiga yo'llangan 47 yoshlik Amrullah Gulishgan 3 bolasi bilan birga Turkiya Sahiyya Ministerligining qutqizish aeroplani orqali Turkiyaga qaytarib kelindi. Malmo Strop aerodromiga qo'ngan qutqizish aeroplani atgan soat 9 da Amrullah Gulishgan va uning farzandlari Asma, Samira va Mahmudni elib havoga ko'tarildi. Amrullah Gulishganning Shvetsiyada qolgan qizi Layla Gulishgan Turkiya mas'ullarining xabarni anglabla ularga telefon qilganligini bildirib, bizga o'nlagan mas'ulimiz telefon qildi. Sahiyya ministri Fahrettin Koca bizga qisqa vaqt ichida aeroplan yo'lladi. Biz davlatimizdan faxrlanamiz dedi. Gulishgan oilasi Batman viloyatining Garjush noyasidan ko'chib Shvetsiyaga yerlashgan bo'lib, davlatning ularni o'ttirda tashlab qo'ymaydiganligini ta'kidlab, buning uchun Cumhur raisimiz Recep Tayyip Erdo'g'onga Sahiyya ministrimiz Fahrettin Kocaga, Turkiyaning Stokgolmda turishliq bosh elchisi Haqqi Amra Yuntqa, Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament a'zosi Zafar Sarikayaga, Turkiya sirtidagi turklar va qarindosh millatlar idorasi boshlig'i Abdullah Eranga va Xalqaro demokratlar jamiyatining Shvetsiya ishxonasi boshlig'i O'zar Akanga rahmat aytamiz dedi. Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi aniqlangan turug'liq davolamasdan uyiga yo'llangan 47 yoshlik Amrullah Gulishganning qizi Samira Gulishgan ijtimoiy taratquv to'rida silliq uchur e'lon qilib, biz oilamdagilar bilan Shvetsiyada yashaymiz. Dadam 11 kun burun qizitmasi o'rlab nafas yetishmasligi boshildi. Biz ansirab doktorxonaga telefon qildik. Afsuski ular kelmadi. Bizlarni ko'rmasga saldi. Biz har kuni ko'p qatim telefon qildik, lekin bizga javob qaytarishmadi degan va yordam talab qilgan edi. Sahiyya ministri Fahrettin Koca Samira Gulishganga telefon qilib ko'rishgandan keyin Amrullah Gulishganni 4 farzandi bilan birga Turkiyaga qaytarib kelish uchun jiddiy qutqizish aeroplani yo'llashga buyruq tushirgan edi. Yana bir tarafdan Turkiya Cumhuriyati Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'on Twitterda e'lon qilgan uchurida bugun Shvetsiyadan qutqizish aeroplani bilan davlatimizga elib kelingan Amrullah apandining qizi Layla bilan telefonda ko'rishdim. Xo'shalligini o'rtaqlashish bizga nasib bo'ldi. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu davlat millatini suyudi. Millati yot diyorlarda bo'lgan taqdirdami yolg'iz tashlab qo'ymaydi dedi. Erdo'g'onning Twitter hisobida telefon suhbatiga munosabatlik sinmo tarqatildi. Cumhur rais Erdo'g'on Layla Gulishgandan ahvol so'rab, dadingiz Turkiyaga yetib keldi. Buningdan keyingi jarayondami yana do'stlarimiz uningga yaqindan ko'ngil bo'ladi. Endi dadingiz xotirjam qo'llarda. Turkiya sahiyya sohasida dunyodagi sanoqli davlatlardan birisi. Hargiz andisha qilmang. Biz tibbiy jihatdan yelkimizdagi vazifani to'liq ado qilamiz, yaqindan ko'ngil bo'lamiz dedi. Layla Gulishganmo Cumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on va Turkiyaga ishonganligini bildirib rahmat aytdi. Xitoyda ig'ir mo'ldir ofati yuz berdi. 26 aprel TikTok orqali tarqalgan sillarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bir qism o'lkalarida birli vaqtda har xil ofatlar yuz bergan. 20 aprel Xeylongjiangning Chichixar shahrida tuyuqsiz qattiq qor yoqqan bo'lib, 22 aprel Yunnan o'lkasining Xunxi, Pingbian nahiyalarida va Guyjuda ig'ir mo'ldir ofati yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, mo'ldirlar tuxum cho'ngliqida bo'lib, dehqonlarning banan qatorliq ziroatlarini, mevalik daraxtlarning shoxlarini, parniklardagi ko'ktat mevalarini vayron qilib o'tgan. Mo'ldir sabablik yana nurg'un qushlar o'lib ketgan. Undan boshqa yana o'xshash vaqtda Guangdongda qattiq bo'ron chiqib, mevalarni to'kib o'tgan va bir qism uylarni o'rib o'tgan. Xibey, Shanxi qatorliq o'lkalarda tuyuqsiz qattiq qirov tushib, bir kechada bug'doy, qo'noq qatorliq ziroatlarni va barliq meva ko'ktatlarni to'nglatib o'tgan. Turkiyada yangidan yuqumlanganlar ko'rinarlik ozladi. Turkiya Cumhuriyati Sahiyya ministri Fahrettin Koca 26 aprel e'lon qilgan ma'lumotga asoslanganda, Turkiyada yangidan Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar ko'rinarlik ozlagan. Fahrettin Koca 26 aprel soat 19 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 30.177 kishini tekshirish orqali
bir kun ichida yana 2357 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 110.130 ga yetganligini, bir kun ichida 99 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 2805 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana 26 aprel davolanayotgan bemorlar ichida 3558 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1778 bemorning kasalining ig'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlarning ko'rinarli ko'payayotganligini, ko'chaga chiqish cheklanib, kishilarning o'zaro uchrashishi ozdiganligi sababli bugun yuqumlanuvchilarning 20 kundan buyongi eng tuvan chekka tushganligini, xalqning hukumatga moslashib, uydan chiqmaslik qatorliq tadbirlarni yaxshi qilishi kerakligini ta'kidladi. Arab malikasi dunyoni Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Arab Birlashma Xalifaligining malikalaridan biri bo'lgan Hind al-Qasimi xonim dunyo jamoatchiligini Uyg'urlarning beshiga kelayotgan qirg'inchilikni birlikda to'xtatishga chaqirdi. U Ramazon munosabati bilan tarqatgan Twitter uchurida Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatlarga va bostirishlarga hissdoshlik bildirish maqsadida bu uchurlarni tarqatganligini aytdi. U Qur'on o'qiyotgan holatidagi bir ko'rinish bilan qilgan so'zida men bu videoni hayotimning bir qismini Uyg'ur qarindoshlarim bilan o'rtoqlashish va ularning zulmga qarshi qilayotgan kurashlarida bir sapda ekanligimni bildirish uchun tarqatdim deganlarni bildirib, Qur'on o'qishdanmi mahrum qolgan Uyg'ur qarindoshlariga hissdoshlik bildirdi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishini musulmon cho'ng qirg'inchiligi deb atagan Malika Hind al-Qasimi dunyo jamoatchiligiga xitob qilib mundaq dedi: "Men ularning jazo lagerlaridan pat arada qo'yib berilishiga tilakdoshman. Biz Xitoyda yuz berayotgan bu musulmonlar cho'ng qirg'inchiligiga o'rtaq taqobil turishimiz kerak." U yaqinda Hindistonlik mustaqil jurnalist Simta Sharmaning ziyoratini qabul qilgandimi, Uyg'ur masalasi haqida to'xtalgan hamda Uyg'urlarning lager va majburiy emgak lagerlarida iztirob chekayotganligini vahshiylik deb ayiblagan edi. Arab Birlashma Xalifaligidagi xon jamoatining a'zosi bo'lgan Malika Hind al-Qasimi xonim Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishini musulmon cho'ng qirg'inchiligi deb atagan tunji musulmon jamoat arbobi bo'lishi mumkin. Angliya virus yuqumini davlatlar bo'yicha selishtirish jadvalidan Xitoyni chiqarib etdi. Xitoy doiralarining Wuhan virusidagi xufiyonaligi sababli Angliya hukumati Wuhan virusida davlatlar bo'yicha o'lganlarni selishtirish jadvalidan Xitoyni chiqarib etdi. Kundalik maktublar gazetining xabar qilishicha, Angliyaning bu harakati Xitoyga qilingan bir diplomatik hujum hisoblandi ekan. Xitoy virusi eng dastlab Xitoyning Wuhan shahrida tarqalgan. Xitoy hozirga kelguncha Xitoy bo'yicha 4636 odamning mazkur virusda o'lganligini, buning virusning tarqalish markazi bo'lgan Wuhanda o'lgan 3182 odamni o'z ichiga olganligini davron qilib kelmoqda. Halbuki yerlik Wuhanliklar bu sonning Xitoy e'lon qilgan sondan necha hassa yuqoriligini, o'lganlarning oz degandami 40 mingdan oshadiganligini bildirishgan. Xitoyning o'zidagi virus yuqum ahvolini yoshirin tutishi Amerika, Angliya, Fransiya va Germaniyaning noroziligini qo'zg'agan. Amerika hukumati Xitoyni Wuhan virusining tarqalish ahvolini yoshirib, dunyoni krizisga paturganligini ta'kidlab kelmoqda. Germaniya bosh ministri Angela Merkel xonim bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning virus manbasi masalasida ochiq oshkora bo'lishi dunyoning boshqa joylaridagilarning buni tadqiq qilishiga foydali degan. Angliya mo Xitoy virusining zarbasiga ig'ir uchirgan davlatlarning biri bo'lib, Angliya miqyosida yakshanba kunigacha 148500 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. 20732 kishi qutqizish unum bermay o'lib ketgan. Bayroq chiqarish murosimiga yog'liq ortib chiqqan bir ayol 19 yillik kesilgan. Erkin Asiya Radiosuning xabarida bildirilishicha, lager qurbonlariga oid e'lon qilingan bir parcha hujjatga qaraganda, Sharq Turkistondagi bir ayol bayroq chiqarish murosimiga yog'liq ortib chiqqanligi uchun 19 yillik kesilgan. Şinjan qurbonlari sondini nomli tashkilot 26 aprel e'lon qilgan ikki parcha hujjatda ko'rsatilishicha, Tarbag'atay viloyati Qubuqsar Mo'ng'ul avtonom noyisi Mo'tki yezisining turg'uni Erlan Qabadan atalmish asabiylikni ishiltib qonunga buzg'unchilik qilish, jadal chiqarib qalaymaqonchilik tug'dirish jinoyati bilan jazoga tortilgan va o'xshash jinoyat bilan 2019-yili 14-iyun Qubuqsar noyilik sudi tarafidan 19 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Tashkilotning Twitter hisobida ko'rsatishicha, Erlan Qabadanning Qozog'istondagi urug' tuqqanlari bayroq chiqarish murosimiga yog'liq ortib chiqish
uning 19 yillik kesilishiga sabab bo'lgan atalmış jinoyat ekanligini bildirgan. Tadqiqotchi Jenny Bonin bu haqda Facebook'ga yo'llagan uchurida buni bir davlat tashkilligidagi qotillik deb atagan. U so'zida 51 yoshlik bir ayol bayroq chiqarish murosimiga yog'liq ortib chiqqanligi uchun 19 yillik kesilsa, buni jinoiy jazo degili bo'lmaydi. Bu bir davlat tashkilligidagi qotillikdir. Xitoy doiralari 2016 yilning oxiridan boshlab Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan qattiq bostirish harakati jarayonida 5 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik xalqlarning jazo lagerlariga tashlanganligi va har xil nomlarda qarilinib kesilganligi bildirilmoqda. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki xabarımızı görüşükçe əslərini Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaqla program ahırda ekran arxısındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eytimen. Assalamu alaikum ve rahmetullah.